Foton Trackmate 2 da bir bazasi yig'ilgan furgon ko'rinishimiz, ya'ni promtovarning hisoblanadi, izotermический emas. Ko'rib turganingizdek, oynalari elektronli, rullari gidravlikskiy, saloni komfortli, hamma kerakli jihozlari bor. Xo'p, orqasi ikkita balonli bo'ladi. Ramaga yig'ilgan, ya'ni kuzovga emas, alohida ramaga yig'ilgan bo'ladi. Oldi qismi ressorniy bo'ladi, ham amortizator. Bu mashinani yumshoq yurishini ta'minlaydi. Furgon qismiga keladigan bo'lsak, zavod holatida furgon bo'lishini plyus tomonlaridan bittasi bu texpasportda sizlarda muammo bo'lmaydi. Ya'ni shot spravkada to'g'ridan to'g'ri promtovarning holatda yozilib beriladi. Furgon qismini yonida eshik mavjud. Yuklarni qulay ortib tushirishga juda ham yaxshi ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsa 243 million. Kimga shunaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, Foto Imagingga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz.